Raqamli iqtisodiyot jadal sur'atlarda rivojlanayotgan bugungi kunda kriptoaktivlar moliyaviy munosabatlarning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bir qarashda tez daromad va qulay operatsiyalar manbai sifatida ko'rinayotgan ushbu tizim amalda jiddiy huquqiy mas'uliyatni ham talab qiladi. So'nggi paytlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlanayotgan holatlar shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim fuqarolar kripto bozorda qonun talablarini chetlab o'tib faoliyat yuritmoqda. Natijada esa nafaqat o'zlarini, balki boshqalarni ham moliyaviy xavf ostida qoldirmoqda. Jizzax viloyatida ikkita holatda jami 570 million so'mdan ortiq mablag'ga teng kriptoaktivlar bilan bog'liq noqonuniy operatsiyalar fosh etildi. Jumladan viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi kiber xavfsizlik bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Sharof Rashidov tumani Kuyoboshi mahallasida yashovchi oliy ta'lim muassasasi talabasi kripto ilovalar orqali qariyb 1 yil davomida 200 million so'mdan ortiq mablag'ni ayirboshlash operatsiyalarida ishtirok etgani aniqlandi. Yana bir holatda esa Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani Bog'iston mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro qisqa vaqt ichida 361 million so'mdan ziyod mablag'ga teng kriptoaktivlar savdosini amalga oshirganligi ayon bo'ldi. Mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi 3-qismi A bandiga asosan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu esa davlat tomonidan kripto sohasida qonun ustuvorligini ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi. Ta'kidlash joiz, kriptoaktivlar bilan ishlashda asosiy qoida oddiy: faoliyat faqat rasmiy litsenziyaga ega platformalar orqali amalga oshirilishi lozim. Aks holda tez daromad ilinjida qilingan harakat jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Eng muhimi, har bir kishi raqamli iqtisodiyot imkoniyatlar bilan birga javobgarlikni ham talab qilishini anglash lozim. Qonunga rioya qilish esa nafaqat shaxsiy xavfsizlik, balki butun jamiyat barqarorligining mustahkam asosidir. Shu bilan birga internet tarmoqlarida tez va oson daromad va'da qilayotgan soxta treyderlar va shubhali moliyaviy takliflarga ishonib, ular faoliyatiga hamtovoq bo'lib qolishdan ehtiyot bo'lish zarur.